Avazlıq kitap əbditali. Assalamu alaykum hürmetli radyo anlıqçılar. Ədəbi anlatış programımızda anlaşılığını qarşı alımız. Bugünkü programımızda yazğıcı Turğan Toxtamның Şinjan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Nuzugum namlıq tarixi romanının davamını anlatımız. Nuzugum, özünüzge agah bulun. Endi biz kömügen muşukun qalğan mıydı? Bula erlerini azaplığını az degende kızlarımız mı gün körsetmeydiğine okşaydı. Kumuş aralaq gün çıktı, yalğız başqa mum düştü. Men Nuzugni tutqili, sulun çerikler çıktı. Nuzugum, yaraysız. Siz ölüp ketseniz mi? Lekin biz bu cesaretinizni unutmaymiz. Siz üçün intikam alamiz. Kızımni qo'yib yutinglar. Istasla. Xo'sh aka, nerede bo'lsaqmi omon bo'laylik. Baqamni ko'rib qolsang, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Neçə gündən beri billa mengib, echakishib, bu juvonning mijozini yaxshi bilib qolgan qizlarmu uning so'ziga ancha vala hayron bo'lib ketmadi. Aksicha, ular Xelicha xonimning xushchaqchaq so'zlarini aytib, ko'ngillarini ko'tarib kelayotganidan xushal edi. O'zim mushu mo'ng'ullarni kichikimdili bek o'ch ko'ratdim. Piring bo'lgan ering bo'ladi degandek, endi bularning qo'yniga tushib qolmasam bo'ladi-ku. Hazır o zade ertallıqçilikim qanmadi. Hazır mana erimni ko'rmaganimga 4 oydan eshib qapti. Savr qisila Xelicham. Qashqarning cho'qonlarining obro'yini to'kmisizlar. Uning sizmi Qashqarlik cho'qonlar haqida har yerda har xil gaplar ko'p o'xshaydi. Osh, ko'p bo'lsa bo'lmamdi. Bizning ashundaq aytimiz uluq. Boshqalarning qalbida erkakni isitqudek o't yo'qtirsa, bizga nima amal? Munu manjulamu bizning ashunda xislatlarimizga qarab haydab ketib qolgandi. Bo'lmasa u yoqdimi xotin haq oz emasdi, haqiqatan. Boshqa ayollarga qaraganda er kishilarning o'ziga maftun qilish nozik kuchlik Xelicha xonim cheriklarning ko'ziga mu ko'proq tushadi. U durdun ko'nglak ustiga kiyib olgan qizil barqut pashtamining ostidan ko'tarilib turgan ko'ksini siypab, momuqqa o'xshash yumshoq put qo'llarini so'zib kerildi-da. Bir zamonlarda chechimizni ikki yon peshimizda o'ynatib, hechqachni aralab mangsaq, har qandaq erkak qilayotgan ishini tashlab bizga qaraydigan. Endi mo'va hayotning gardishini qaramamsizlar. Shularning birarimi yo'qqa? Men texa hayotimizni shundaqli o'tib ketadigan cheg'i topdiman. Xelicha xonimning gaplarini anglab kulishgan qizlar bir pas o'zlarining ham qayg'usini unutib, Qashqarda o'tkazgan kunlarini asga elishdi. Ularning shahla ko'zlarida umid uchqunlari parlab, tanlari bo'shishib, nozik sezimlari uyg'ondi. Bir-biriga yaqin yo'linib o'ltirgan qizlar Qashqarning anjur anarga to'lgan bog'larda o'tkazgan ko'ngillik chaqlarini aslab, g'uborsiz chiroylari texmi miskillashib ketdi. Hayajonlanib ketgan qizlarning xumorlashib yumilishga boshlagan ko'zlari mu echilib, uyqulari qochgan edi. Nuzugumni o'tirg'a olgan holda yezi chetidagi ochiqchilikda tunayotgan qizlar helidan heli yonlarga kelib yurgan cheriklardan qo'rqib bir-biriga konidek chaplashib o'ltiradi. Ularning qo'lqiga o'zlaridan xelili yiroqdagi er tutqunlarning varqirgan ovozlari bilan xuddi yerning tegidan chiqayotgandek g'ingshib etgan mo'ngluq naqshisi keladi. Sürgüllarni xuddi kokuk bilan Zaynabni ayırgan qora tozdek ayırib, ching cheriklari u yoqdan bu yoqqa mengib ko'zitib yuradi. Ombol bilan cheriklar bo'lsa, yerlik xalqlardan tortib olgan bo'zlarni ichib, neshi chekib kayib suradi. Cheriklar boshlarini to'van sangilatib, bosh oxiri yo'q cheksiz xiyollarga berilib, o'rinlaridan turishga murayi yo'q, u yer bu yerda to'plashib o'ltiradi.
Bo'zi ichib shirkayib bo'lib olgan ba'zi cheriklarning qonlari qizib, kayfi ko'tarilganda tutqunlar orasidagi kunduzi ko'zi tushgan qizlarni izlab, har bir to'pni bir oqtirib chiqatdi. Tun qorong'u kechida ularning chalvaqib varqirashgan ovozlarini besib, yiqilli yerdan darvishlarning aytgan naqshlari anglanatdi. Ular cheriklar qo'g'laganda neriroq ketadi-da, bir ozdan keyin yana qizlarning qishig'i qaytib keladi. Kechidagi qorong'ulik qo'yuqlashib, atrofdagilarning voңchungi besilganda, darvishlarning naqshlari tutqunlarning yurak bag'rini ezib, bo'lakcha mo'ngluq anglanatdi. Bo'libmi, kunduzi cheriklarning qo'g'lab turg'iniga qaramasdan, patpatla qizlarning qishig'i kelib, har turli gap so'zlar bilan ularning ko'nglini ko'tirib ketgan Qodir Qalandarning bom ovozi alohida chiqatdi. Sürgünlər onu hafiz deb zadila o'ylamagan edi. Darvish qumning o'ttirisida o'ltirib elib, go'ya cho'lda yolg'iz qolgan bo'rdek quvlab naqshi aytganda, uningga qizlarning ichi og'rib qoladi. "Ashu eski chaponning ichidami ko'p hunar bajomisizlar?" dedi naqshi tinglab o'ltirib cho'nqur nafas olgan Xelicha xonim. "Ha-a. Hunarning hammasi darvish baxchilarda. Mana ashu odam biz yo'lga chiqqandan beri kech kunduz degudek naqshi aytib tursimu, naqshisi tugumaydi." dedi uning bilan uxlamay naqshi tinglab o'ltirgan qizlarning biri. "Aslida aning eri mushi darvish qalandarlarjumu? Qo'ldagi oltinning qadri yo'q degandek, bizmi o'z vaqtida sarkardilardan tama qilib, bularga parvo qilmagan edik. Endi mana bularga yetisholmayapmiz. Manga qo'yib bersa, har qanday darvishning o'lib ketgan ko'nglini o'yg'atdim." Ko'zning shamili tezlashib, cho'ldagi qizigan qumning issiqini akalmoqda. Yerim kechigacha paransilishib o'ltirgan qizlar biridan keyin biri ko'zlarini yumib uyquga ketdi. Ba'zi qizlar birdan u yeniga, birdan bu yeniga o'rilib uxlay olmadi. Yumshoq ko'rpalarda yetib o'ginib qolgan ba'zi qizlar yonboshlariga toshlar petib, qamqoq, tikanlar sanjilib uxlasholmay yotadi. Xelicha xonimga o'xshash cho'kanlarning uyqusi qechib, Qodir darvishning naqsini anglab, ichidan hasrat chekmoqda. Ular o'zlaridan anchami yiroq bo'lmagan yerdagi bir tup yantoqning yanida o'ltirib, go'ya o'zlarini chaqirayotgandek darvishning naqsiga ich-ichidan qo'shilib jur bo'ladi. Qodir Qalandar bo'lsa, xuddi ularni o'z yeniga chaqirgandek naqshidan to'xtamaydi. Xelicha xonim uning qishig'i berishga qancha talpinsimu, yetolmayotganiga hasrat chekadi. U o'tirdi cho'qchiyib turgan cheriklardan o'tib, erning ishqida yongan yurak o'tini besishga jur'at qila olmaydi. Yerib ketganiga qaramay, uyqusimi kelmaydi. Bu cho'kan o'zini beorom qilayotgan ko'nglini bezlab, endi uxlay deyishiga darvishning naqsi yana anglandi-da, yurak bag'rini pora-pora qilaverdi. U o'tqa tushgan qilg'i o'xshash yotgan yerida bir necha qitim to'lg'inib ketdi. Xelicha xonimning eri qo'qanki sodi ishi bilan ketib, xat xabarsiz yo'qolib ketgan edi. Uning mol dunyosi bilan cheriklarning qo'liga tushganini-mu yoki Qashqardagi qalaymaqonchilikdan qochib biror joyda yoshirinib yurganini-mu hech kim bilmaydi. Shariat bo'yicha 4 oy 10 kun eri bilan bir yostiqqa bosh qo'yib yotmagan ayol boshqa er bilan nikohlanishga huquqli ekanligini yaxshi biladigan Xelicha xonim amdi boshqa er kishi bilan uchrasa o'zini gunohsiz hisoblaydi. Biroq shuncha vaqtdan beri o'zini cheriklar uchun pok tutib kelgandimanmi deb o'ylasa, put-qo'llari titrab, az-hoshini yo'qotib qo'ygandek bo'lib ketadi. Shunga ashu soqol buruti xuddi suyi tortilib, qog'jirib ketgan yerning qumishidek poqbiyib ketgan ching cheriklarga xudun bo'lgandan ko'ra, mushu darvish bilan billa o'tishni a'lo biladi. Bu o'y uning ko'nglini tinchsizlantirmoqda edi. Nozugum bo'lsa, Mahmal kamzulining ostidagi xanjarini mahkam tutib, eri boqi haqida o'ylaydi. Jahongir xo'janing qo'shini mag'lubiyatga uchraganda, uning erimu iz-deraksiz ketgan edi. Nozugum uning bilan faqat ching cheriklari shaharga besib kirib, xalqni bulab talab, uy imoratlarini ko'ydirishga boshlaganda uchrashgan.
Lekin u chaqlarda hamma opur-topur bo'layotqachqa ikkisi tuzuk paranglashib mungdisholmagan edi. Shuningdan keyin ular tangli tutqun qilinib, bir-birini qayta ko'rmadi. Hozir bo'lsa uning yo tirik, yo o'lib ketganidan xabar yo'q. Elig'i surgun qilinganlar ichida kelayotgan aksimu boqining nima bo'lganini bilmaydi. Jahongir xo'ja Hedgoh maydoniga akilinganda odamlar qattiq jang qilib qutulganlari Qumshaydan cho'llariga, tog' qirg'izlari tarafga qochib ketibdi degan gapni anglagan. Balkim boqam shular bilan birga ketgandi. U aksinimu bir ishga qitim tutqunlar orasida ko'rib qoldi-da, shuningdan keyin uchratmadi. Nozugum yo'lga chiqqandan beri o'z dardi bilan bo'lib, necha kun urib bosh ko'tarolmay qolgan edi. Hozir uning ko'ngli sal o'rniga tushib, tutqunlar uyquga ketib, atrofda jimjitlik hukm surganda, yana o'tgan kechganni o'ylab ko'z oldidan o'tkazmoqda. Janglarda o'lgan odamlarning boshlaridan tog'lar hosil bo'lganligini esladi. Shu janglarda odamning boshlarini kesib o'ltirib tursimu, lekin ular doim ozodlikka intilib kurashni to'xtatmagan edi. Ammo Nuzugum bu janglarda kimning haq, kimning nohaq ekanligi to'g'risida ko'p bosh qotiradi. O'ylab ko'rsa, bu janglarning hammasila beglar orasida taxt talishib, mol dunyo talishib bo'layotgan janglar edi. Ammo ularning hech qaysisi oddiy puhralarning g'imini yeb, ularni ozodlikka chiqarish uchun kurashmabdi. Janglarda o'layotganlar yanala shu oddiy xalq. Hozir ilig'i palanganlarmu yanala bosh panohsiz kambag'allarning o'g'il qizlari. Ammo bu janglarda yuz bergan sotqunliklar o'z g'imini o'ylagan boylar ichidan chiqibdi. Bo'libmi, bu qitim yana Chin xonadonligi xalqni bir-biriga qarshi qo'yib, bo'lgunchilik siyosatini yurgizib, ashundaq sotqunlardan foydalangan ekan. Nozugumning ko'zi amdili yumilivedi, uni yenida yotgan qizlarning vongchungi uyg'otivatdi. Qarasa, qizlarning hammasi o'rinlaridan turib ketgan. "Voy, nim bo'ldi? Xelicha xinim qochib ketibdi. Qandaqcha?" "Bilmadim, bizni cheriklar nadan bo'lsa-mu topsilar. Buni sizlar cho'qim bilisizlar deb o'rinlarimizdan turg'izivatdi." Bir chaqda ularning qishig'a qirliq dubulg'i kiygan cherik yetib keldi-da, Qani, sapki turish. Sen qanjoqlarning hammasini o'ltiribmisa, tesh bulishmaydigan o'xshaysan. "Nozugumada rostini o'ltirib yetammi? Popozi qilyotdi singlim, qo'rqmang. Agar bularning bizni o'ltirib yetadigan o'yi bo'lsa, shuncha yirik yerdan haydab keladimi? Cheriklarning g'ojilari bor. Qo'rqmanglar, hech narsa qilolmaydi." Uyqusini echib ulgurmagan qizlar bo'plarni ko'tirishib sapga turishmoqda. Atrof texi qorong'u. Shunga ayollar birga kelayotgan do'stlarining qaysisi bor, qaysisi yo'q ekanligini yaxshiroq ayirib ololmaydi. Tez, chapsan bo'lish. Unlari inchiki chiqadigan cheriklar kechikib qolgan qizlarni neyzi bilan urib, haydab opirib sapga turg'izib sanab ko'rdi. Ahvoldan qaraganda Xelicha xinimdan boshqasi bordek qiladi. Boya bo'lakchilar azvaylab varqirab ketgan cherik xushyoqmagan holda qo'lini shiltib bir nimalarni dedi-da, ondan o'zining bargohiga kirib ketdi. Qizlar qaytadan o'rinlariga berib o'ltirdi. Biroq xeyli vaqtgacha uyqulari kelmadi. "Qaytishni Xelicha xinim qaychib, balog'i biz qoldiqmi nima? Cheriklarning toyiqini yeb, mundaqcha patatquchi Xelicha xinimga o'xshash qaychib ketgan yaxshi emasmi? Qutulib kelsa o'zining baxti, tutilib qolsa jonni qiynagandan ko'ra, burunroq qora yerga kirib orom oladi. Ang bo'lmaganda, jasdi bo'lsa-mu o'z yerining tuproqida qoladi." Bu deganlari-g'o to'g'ri. Uyqusi qochgan ayollar endi Xelicha xinimning g'aybatiga tushdi. Ularning ba'zilari bu xotinning qochib ketishini ma'qul ko'rsa, ba'zilari uni og'ziga kelgan so'zlar bilan tilladi. Bir chaqda ayollarning parangini bo'lib, yiroqdagi erlarning orasida-mu vongchun ko'tarildi. "Bugun kechida erlar ichida-mu bir muncha odam qochib ketibdi-dak", dedi mundaq chaqlarda hammadan burun xabar topadigan buvi Oysham. "Yuragida o'ti bor odam bo'lsa, bu tangsizlikka chidab yotadi demsiz?" dedi Nozugum. Yoy cheriklar oltin kumushdan ko'ra ayollarni yaxshi ko'radigan amaldorlarga sovg'a qilish uchun eng go'zal cho'konlarni poyloqchi cheriklar orqali ko'zitib kelyotdi.
Ambal Xeylicha xonim qechib ketgandan keyin ayol tutqunlarni nazorat qilishni texmi kuchaytdi. Buning hammasini sezib, bilib kelayotgan Nuzugum bu cheriklardan qutulishning boshqa yo'llarini o'ylashga boshladi. Qassam qizimni o'ldirib, dadamni qang'ir qaqshatgan cheriklarning biridan bo'lsa-mu intiqom olmay qo'ymasman, dedi ichida. U hayotda qiynalib yashab, boshqa sal ig'ir kun tushganda kurash qilmay, bekordan bekora o'lib elishni odamning ojizligi deb biladi. Nozugumning o'yini Gulnisaning "Qarang, cheriklar Xelicha xonimni tutibdi. Ana, so'rab akilyotdi" degan so'zi bo'lib o'tdi. O'ltirgan o'rinlardan sakrab turgan qizlar jim bo'lishdi. Xelicha xonimning qunduzdek qora sochlari cho'lib, kiyim-kechaklari to'pichang bo'lib ketibdi. Qizil tovardan tikilgan ishtinining puchqoqlari yirtiq, pochoqlari qip-yalang'och ko'rinib turadi. Uchisida yalang ko'nglakdan boshqa hech nima yo'q. Bu ko'nglakning mo'risi yirtilib, yoqi tugmalari uzilib ketgachga, maydasining yerimi ochiq edi. Bu cho'konni cheriklar xeylila urgan bo'lsa kerak. Og'zi burni qon, yuz-ko'zlari ko'kirib, saq yeri qolmagan edi. Qodir darvish bilan yotgan yerdan tutibdi-dek, cheriklar darvishni nayz sanchib o'ltirib etibdi, dedi bu gapni cheriklardan anglagan buvi Oysha. Endi Xelicha xonimni o'ldirib etmasa bo'ladi-ku. Qo'rqib ketgan qizlar cheriklar bilan Xelicha xonimning har bir qadamigacha sapsilib qarashmoqda. Ularning yurt deshig'i ichi og'risimi, lekin hech qaysisiga eg'iz echishga tili bormaydi. Qisqasi, petin olmaydi. Bular meni tutqun qilg'ini bilan qalbimni bo'g'ishamaydi. Senlar Qodir darvishning tirniqig'imi yarashmaysan. Meni o'zlaringga xotin bo'ludi deb o'ylashma. Qo'lingdan kelsa, nemishqa meni o'ldirishmaysan. Cheriklar Xelicha xonimning do'lisiga naysi bilan urib ishtirib edi, u to'planib turgan qizlarning o'ttirisiga yiqildi. Sabr qisila Xelichxon. Ayollar beshini ko'tirmay yig'layotgan cho'konga tasalli berishga boshladi. Bu parang sal besilib, qizlar tinchlanib edi, kimlarningdir cho'ng yo'lda qora kurang bo'lib kelayotgani ko'rindi. Qizlar chetda turinglar, atorvlar kelyotdi, degan Vangchong o'ng'ishiga surgunlar yana o'pir-to'pir bo'lib ketishdi. Bu yana nima balo qazadi? Surgunlar shundoq deyishib, yo'lning chetiga chiqishiga qora bo'ronda ko'ringan to'p odamlarning qishida to'xtamay itik o'tib ketdi. Ular to'rt tarafini cheriklar qo'rishib olgan ot harvinimi tuzukrak ko'rib ulgurgani yo'q. Surgun qilinganlar cho'ng yo'ldan o'tib ketayotganlarni o'zlarini qutuldirib olg'ili kelganlar o'xshaydi deb otliqlarga yiqilishib edi, cheriklar ularni qilich nayzlar bilan urib qo'g'lashga boshladi. Hay qizlar, hozir cheriklar qapas o'rnatilgan harvida elib mangan Jahongir xo'jikan-ku. Voy, muni xotin nima deydi? Ular o'zlaricha bizni uxlayotdi deb xo'jimizni qishimizdan tong saharda elib mangan ekan-da. Buni arlar ko'ygan bo'lsa, g'ovg'a chiqarishi mumkin. Ha, rost deysiz. Ularning kelayotganligi haqida menga darvishlar aytgan. Xo'jamni Saqvang chincheriklarga olaydigan yerda tutib bergan ekan. Shuningdan keyin Ayjanjun uningga xonga sodiqligini ko'rsatish uchun Jahongir xo'jini o'zing Beyjingga operasan deb buyuribdi. Shunglashqa hozir xo'jamni qapasga solab, Saqvangning o'zi elib mengibdi-dek. Xo'shamat qil desa shunchilikmi qilgan bormi amdi? Jahongir xo'jadan cho'chib qolgan chincheriklari uni o'zlari yolg'iz haydab mengishdan qo'rqida emasmi? Dedi ularning gapini tinglab turgan Nuzugum. Cheriklar Jahongir xo'jini haydab mingan Saqvangning lashkarlari o'tib ketguncha surgunlarni urib, qo'g'lab, cho'ng yo'lga yaqin keltirmadi. Faqat ular xelili uzab, ko'zdan g'oyib bo'lgandan keyinla bir yoyi bugun kecha Qodir darvishning qilgan ishini aslab g'azab bilan so'zladi. Men Qashqardan chiqqandila, darvishlarni yaqin yo'latmayli dedim. Ambal janoblari bizga u qalandarlardan nima yomonlik keladi deb ishga beparvolik qildi. Mana endi ular beshimizga chiqdi. Tong otqucha bir mu darvish qalandar qolmasin. Ularning hammasini yo'qtinglar. Qo'g'i tushganlarga kishansilib, surgunlarga qo'shib haydab menglar. Bo'lmasa, ular ishimizni buzudi. Yoyining buyrug'ini anglagan cheriklar qizlarning kaynidan kelayotgan darvishlarning qo'lga tushganlarini o'ldirib, qolganlarini ikkinchi surgunlar tarafga kelmas qilib qochirib etdi.
Kechisi dam olgan to'gilarga tengiqlar ortilib, putlariga zanjir kishanlar selingan tutqunlar bir qitim sanoqdan o'tkazilib bo'lgandan keyin ular yana yo'lga chiqdi. Lekin bu yerda mu o'tgan kunlardagiga o'xshash bir necha odamning jasadi ko'miksiz qoldi. Tutqunlar dalaning choshqon, keslanchik o'yivetgan porpang to'pisini to'zitib, boshlarini to'van sangilatgan holda ilgirilab mangmoqda. Tog' tizmalari bilan yezilar borgancha yiroqda qolmoqda. O'tgan kecha yuz bergan Xelicha xinim voqeasidan keyin ularni agashkuchi darvishlarmi qolmadi. Yuz ko'zi ishib ketgan Xelicha xinim bo'lsa, gap so'zlarga ancha aralashmay, cheriklardan yegan toyiqini emas, Qodir qalandar bilan 1-2 soat bo'lsa-mu, billa o'tkazgan daqiqalarni o'ylab kelavatadi. Iroqdan sapoyilarni sharaqishitib, naqshi etgan darvishlarning uni anglanib qolsa, beshini dast ko'tirib shular tarafga qaraydi. Xelicha xinim voqeasidan keyin bu tutqun ayollarni haydab menish oson emas ekanligini tushungan Ombal nazorat qilishni texmu chingitayotgan edi. Ayollarning yeniga darvish qalandarlar turmoq, yo'lda uchrashgan yeziliq odamlarni mu yo'latmaydi. Oldimizda yigitlar ko'rinib mangsa, ko'nglimiz to'xtiradi. Beshimizga kun tushsa, shular asqitib qoladigandek bilinadi. Mana endi ular uzab ketibdi, yetimsirabli qoldik desa, dedi buvi Aysham. Surgunlarni haydab kelayotgan 500 otliq cherikmu yo'lda yerlik xalqlardan bulab-tolab ichgan bo'zining va chekib olgan nashlarning ta'sirida ezilib, otlarning ustida tushib qoladigandek orolli o'ltiradi. Ular faqat surgunlar vongchung chiqargandila boshlarini ko'tirmasa, boshqa vaqtda beshini ko'tirdigandek emas. Nagan-naganda cheriklarning kayfini buzib, ombolning to'g'lig'ini anglanib qoladi. U mu faqat mahallalarga yaqinlashgandila as xo'shini yig'masa, boshqa vaqtda hech narsa bilan kori yo'q, o'z o'y xiyoli bilan edi. Buni xarablashgan shahar yezlardan o'tganda qishimizda erkaklar bo'lmasa-mu dahshatlikkan desa, dedi yeshi 30larga berib qolgan, ammo o'zini yo'qotmagan egiz bo'yliq, oqsiriq ayol. U tegi beg'irrang, gullik nefis ko'nglikining jiyaklariga zar tutib olgan. Ammo u yo'lga chiqqandan beri mushu ko'nglikini salmay kiyiverganlikdan o'ngib, purlishib ketgan edi. Ayolning agir teqimiga tushib turadigan tom qari chechaga qomg'oq bilan yantoq tikanlarining yo'pirmoqlari choplashib qolgan. Necha kundan beri uning mushundaq kelayotganiga hech kim sap solmagan edi. Hozir so'z qilgan chaqdila hammaning ko'zi bu ayolning qaltirab ketgan ko'ngligiga tushdi. "Ma ko'nglingizni silib etib, boshqa bir ko'ngla kiyib-olsangizmi bo'ptikan olmaxonada?" dedi uning bilan bir qatorda kelayotgan Gulnisa. "Hay singlim, mundaq kunlarga qoladiganimni kim biladi deysiz? Men texi ayollarni hetqaqqa yig'ib etibdi desa, jangdan g'alaba bilan qaytgan o'g'lonlarni qarshi oladigan chig'imiz deb, o'zimcha upa angliklarni surkab, chiroyliroq mush ko'nglimni uchamga ortib chiqibdiman. Xo'jam bilan g'azotdan qaytgan erkaklarning yaxshisini izlayman deb, ma'ularning qo'liga tushib qoldim emasmi? Ha, mana endi yaxshi erkakka toza yetishdilar." dedi Xelicha xinim ta'ni orlash heliqi xotinga. "Bularning o'rnini qo'shib qozonda qaynasimi, bir erkakning sho'rpisi chiqadigandak emas. Ularning har biri mening bir yonpishimga tengkamigidek. Bo'yi kichik bo'g'ini bilan qiliq cho'ngdi balkim", dedi yana bir juvon gapni chaqchaqqa aylantirmoqchi bo'lib. "Hay tangay, ot purlishib o'ltirganiga qaraganda ularmi chog'liqda qiladi." Xotin qizlar bir oz kulishib, chaqchaq qilishivedi, ko'ngillari ko'tarilgandek bo'lib qoldi. Ba'zida yig'lab, ba'zida cho'nqur g'am qayg'uda kelayotgan qizlarni nozugumga o'xshash qo'shiqchilar naqshi aytib ko'ngillarini xush qiladi. Tutqunlar dal daraxtlari ko'kirib ko'ringan oqsug'umga yaqinlashdi. Bu chaqda qachon horduq olamizken deyishib, ko'zlari to'rt bo'layotgan tutqunlar putqo'llari bo'shishib, mog'dur sizlanib ketgan edi. "Oqsuni ko'rib baxmabdikanmiz. Bu palakning gardishida mana endi unimi ko'rdigan bo'ldik." "Oqsuni ko'rmagingiz bilan idishlarda talay qitim choy ichgan bo'lg'aydingiz. Mana shu idishlarni mush yerda chiqirdi. Oqsuluqlar kigiz besishqimi bek usti keladi", dedi nozugum buvi Ayshamga qarab.
Qancha qilgan bilan chorvachi xalq emasmi? Ularga to qirg'izlari yaqinda. Ау, shahar chetida turgan nemikina? Sepilg'u. Bu yilda mundaq narsalarga ko'p shahid bo'ladigan o'xshaymiz. Mana buningdan 60-70 yil ilgari bo'lgan jangda Muno Aqsu daryosida minglagan yigitlarning qini aqqan. Uning nemisini aytsizlar. Shu janglarda cho'ng yo'lning o'ttirisida turgan aqsuluqlar ko'p narsani boshdan o'tkazib tikan. Bu yurtning xalqi azaldan jafoni ko'p tartib kelayotgan jangovar xalq. Tutqunlar ikki daryoning qo'shilgan yeriga joylashgan, atrofi egiz sepil bilan qo'rshalgan Oqsuv shahriga sapsilib qarashmoqda. Ular shaharni ikkiga bo'lib o'tadigan cho'ng yo'lning ustidagi darvozadan kirib kelganda, bu yerning aholisi ularning oldiga ko'chib degudakli chiqishdi. Ammo 500 otliq cherikka bu yerdagi tez etiladigan miltiqlar bilan qurollangan cheriklar qo'shilib hech kimni tutqunlarga yaqin keltirmadi. Cho'ng ko'chining ikki tarafidagi o'rilgan imoratlar, kesilgan daraxtlar bu yerga yaqindala Qashqar tarafda yuz bergan cho'ng jangning shaltiqi tekanligini ko'rsatib turadi. Ammo cho'ng ko'chadagi rastalarda turgan savdogarlar kiyim-kechak, yemak-ichmak, yemishlarni tizib elib, go'yo muni tutqunlarga setib olayli degandek mollarini maqtab varqirashmoqda. Qozonlardan o'rlari ko'tarilib turgan tomoqlarning xushpuroqlari necha kundan beri uy tomoqini ko'rmagan tutqunlarning ishtaholarini qo'zg'amoqda. Ular kunning issiqida usab qurib ketgan kekirdaklarni qirishtirib, tukuruklarni yutib qo'yadi. Qo'rsaqlari ochgan qizlar qozonlardan usib elinayotgan pololarni, tonurlardan so'yilayotgan samsilarni o'ylamaslikka tirishib, yo'g'on daraxtlar soyisida kishilarning chochlarini tushirayotgan satrashlarga, rastalardagi tizilib ketgan yangzi-yangza kiyim-kechaklarga, soqollari o'sib kindikiga yetay deb qolgan muzduzlarning tikkan masi chetiklariga, yo'l chetlaridagi ko'zga alohida tashlanib turadigan masjid madrasalarga va karvonsaroylarga qaraydi. Lekin baribir o'y xiyollari oshu oldiga partuq tortib elib, qo'llariga yo'g'on kapgur va sopliqlarni tutgan. Yuzlari pokandaq qizargan yo'g'on qo'rsaqliq oshpazlarning eshida edi. Tutqunlar shaharning qoq o'tirisini kesib o'tadigan cho'ng yo'l bilan mengib, Charsu maydonidagi yayma bozorga yaqinlashganda boshlariga yog'oq to'plarni kiygan. Yektaklarining sirtidan poti bog'lab olgan medikarlar bilan boshlariga salla o'rib olgan mullalar. Cho'ng yoshliqlar qo'llarini ko'ksilariga qo'yib, ularning oldiga chiqdi. Ularning hammasi degudek qayg'uliq, ko'zlari yosh edi. Kiyim-kechaklari Qashqar xalqininkiga qaraganda bek oddiy. O'zlari bo'lsa xuddi vayronlashib, xaroblashib ketgan imoratlardek to'zib, ufurab, qandoqdir eg'ir g'am qayg'uga ko'milib qolgandek ko'rinadi. Bu yerda xanzularmi ko'p o'xshamamdi? Dedi qizlar mo'rilardagi apkashlarga sevatlarni esib, putlariga latxay kiyib, chochlarini qisqa qilib kestirgan jo'g'i kichik odamlarga qarab. Aqsuga kimlar kelmadi deysiz? Jahongir xo'ja bilan bo'lgan urushda Manjularning asosiy kuchi mushi shaharga to'plandi emasmi? U deganingiz ras, ammo keyingi yillari kayindan yuz berayotgan urushlar bu yerning xalqini gadoylashtirib, namratlashtirib etsa kerak. Rastalardagi do'konlarda narsalar ko'p bo'lgani bilan xaridori ozgan emasmi? Shunga u narsalar to'pib yesib yotmamdi. O, daraxtlarning soyasida oshdan osh yetib ketgan odamlarni ko'rdinglarmi? Qashqarga yetadigan yer yo'q o'xshaydi-da. Mau yerda qo'y sotadi ekan. O, qo'ylarni qaranglar-a. Hay qarindosh, qo'ying qancha pul? Sizdek janolar oladigan bo'lsa, bekaga berib o'taman xonim. Qalpoq kiyib olgan qirg'iz yigit o'zidan yiroqlashayotgan Xelicha xonimning kaynidan varqiradi. Qo'lingdan kelsa, bizni mau cheriklardan ayirib olmamsan. Uningdan voyim qilmang. Baribir oqanglardan qo'g'lab yetimiz. Biz tal qirg'izlarni bosh chaqlamanglar juma. Qo'yslara Xelicham, o yigit kayinlaridan agishib kelyotdi. Mayli emasmi? Hetqaqdan bir o'stak kaynimizdan o'nlab erkak agishadi. Aqsuning bozorida bir erkak agasi nima bo'pti? Xelicha xonim bu yigitga o'zining yiqib qolganiga mamnun bo'ldi. Bu jon ham qayg'u uchun yaralganmidi. O'ynasaqmi, o'ynamasaqmi baribir o'lib ketamiz.
Ular bir oz oldiga ilgirlash bilanla oldilaridan qo'llarini so'zishib, tilamchilar chiqishga boshladi. O'lganning ustiga tepmay degandek, munolarni qaranglar. Ular bizdan xayr sadiqa so'rayotgani nemisi? Bularning ahvoli bizdanmi yomon o'xshaydi. Ularning kayindan agishib kelayotgan Oqsuv xalqimi o'zaro so'zlashatdi. Ular munchivala ko'p qizni haydab monganligini ilgari ko'rmaganlikdan hozir hayron bo'lib qilishyotdi. Voy tova, bularning ko'pchiligi turmushga chiqishga ulgurmagan yosh qizlar-ku. Bechoralarning kirpiklarini gaz bog'lab ketibdi. Ba'zilarining putlari yalang oyoqkan. Ular mushu turqi bilan eliga yetib borolmasdan hammasini muzdavondan o'tkichi qirilib ketmislar. Nemanchi chiroyliqlar bu. Ular cheriklarga zoya ketidi jumuslar. Bir chaqda terak soyisida suv setayotgan 12 yoshlar chomisidagi chochlari ushoq o'rilgan qizchaq qopoqni ko'tarib tutqunlar tarafga yugurdi. "Nangla, ichinglar," dedi u tutqunlarning yeniga yetib berishi bilanla qo'lidagi qopoqni o'zi dematlik qizga tutqizib. Qiz qopoqdagi suvni yuz ko'zlariga chechishtirib, 1-2 yutum ichmayla boshqalar akatdi. "İçinglar, to'ymasanglar yana akilib berman. Ussizliqinglar qong'icha ichinglar." Dadam oqsuluqlarni Uyg'urlar ichidagi eng oq ko'ngil, mardqalik deydigan rost aytibdi-kan. Dedi Nozugum qishidagilarga bu yurtning odamlari haqida o'nglaganlarni eslab. Yo'lning chetidagi xalq cheriklarning yiqillatmag'iniga qaramasdan, ko'chadagi tanzilar bilan doq yerlarga yeyib qo'yib setayotgan olma, nashput, non to'qach va qurutlarni sevatlari bilanla yangi qarindoshlar deb tutqunlarga berishga boshladi. Laza piyoz setayotgan yeshi cho'ngroq bir ayol uchisidagi chopinini yeshibla tutqunlar orasidagi ko'ngligi yirtilib, tallari ko'rinib qolgan bir qizga "Men qizim kiyiviling" deb tashlab berivdi. Uning atrofidagi boshqa oqsuluqlarmi chopon chorisi bilan putlaridagi masi kalashlarini yeshib tutqunlarga berishdi. Boyiqi kichik qiz bo'lsa bir necha qitim yugurib suv to'shidi. Uni ko'rib qolgan bir cherik "Hay shumtak, bu yoqqa o'tdaymi?" degan payti kayindan qo'g'lab berib, kichik qizning beshig'i naysi bilan urvatdi. Qiz chetga chiqib ulgurmasdan yiqildi. "Oh, xudo, urvatdi. Ya Alloh, bu noinsoflar, narsidlik yemi qarmida?" Boyatdan beri tutqunlarga xeyli yiqilishib qolgan xalq varqirishib o'zlarini chetga tortdi. Yo'l bo'ylariga selingan tonurlarga non, samsi yiqayotgan navoy, samspazlar bilan tomoq etayotgan oshpazlar oxirgi yillarda ichkiridan chiqqan monju cheriklarining nurg'un vahshiyliklarini ko'rgan bo'lsa-mu, ammo narasida qizlarga mundaq qo'l ko'targanini ko'rmagan edi. Bu vaqa ularning ichini ichitdi. "Ya Alloh, bu narsida bolada nima gunoh? Inson bolasimi mushundaq vahshiy keladikan-a?" Hada, o Xanzu qizni qarang-a, u boyiqi kichik qizning qo'lidagi qapoq bilan suv akityotidi. Dedi, mushu topdagi hammadan jo'g'i kichik qiz chechini o'g'il bolalarning chechiga o'xshash qolt qilib yostib olgan 13 yoshlar chomisidagi Xanzu qizni ko'rsatdi. Xanzu qiz tutqunlarga qo'lidagi qapoqni sharat qilib nimalarnidir deydi. Bu qizning kaynidan ehtimolim onasi bo'lsa kerak, toyning tuyuqida kichkina puti bor xotin ushoq chamdab, toytanglab, varqirab kelyotdi. "Uning qo'lidagi oziq cheriklar urib ketami?" deb so'radi Nozugumdan ustab toqati qilmagan yosh qiz. 2 yoshning o'tirsidagi qo'liga nays tutgan cherik Xanzu qiziga varqirab bir nimalarni dedi. Ammo Xanzu qizi uning tillab qo'g'lig'iga qaramay tutqunlarga qapoqdagi suvni tangladi. "Iling." Xanzu qiz qo'lidagi qapoqni tutqunlarga topshirdi-da, o'zini chetga otdi. Shu chog'da cheriklarning nayzisi bu Xanzu qizning dumbisiga tegdi. Yana bir cherik tutqunlarning orasiga kirib, ulardan qapoqni tortib oldi-da, yerga urib chiqavatdi. Bu voqeaga chetda turib qarayotgan Xanzu va Uyg'urlar varqirishib, churqirishib, norozilik bildirishga boshladi. Ot choptirib kelgan ombolning chirqirab chiqqan ovozini anglab, hammasi jim bo'lishdi. Tutqunlar shahardan chiqib ketguncha motam tutqandek boshlarini to'van selishib, gap so'z qilmay mengishdi.
Qo'lidan qapoqni tortirib qo'ygan ushoq o'rmi chashli qiz xeyli yergacha o'pkisini bosolmay yig'ladi. 3-bob. Qashqardan chiqqandan beri birining kaynidan biri chuvalishib kelayotgan surgunlarni cheriklar oqsug'i kelganda bir necha to'pqa bo'laverdi. Ko'plagan yosh bolalar bilan erlarning bir to'pi qo'l o'rnida ishlatilish uchun lanchuga. Yana bir to'pi cho'chak tarafga. Xotin qizlarning to'lisi muzdavon orqali Ilixo'ga haydaldi. Necha vaqtdan beri bir-biriga o'ginib qolgan surgunlarga bu ayrilish texmo eg'ir keldi. Kechalari hordiq olg'ili to'xtaganda cheriklar chedir bargohlarini tikib, mol so'yib, qozonlarni qayintishga kirishganda xotin qizlar o'zlarini zayyarga o'likdek tashlab etadi. Cheriklar qo'g'limisa, ular mushu yotgan peti mangu uxlashga rozi edi. Ammo undaq yerdan atsi turmoq nihoyatda tasga to'xtaydi. Tutqun qilingan bu qizlar oqsug'i yetguncha o'zlarini nega qo'yarini bilmay tarlab pishib ketadi. Ammo muz davonga yaqinlashganda kechalari bir-biriga chaplashib yossimu put-qo'llarini isitolmay avora bo'ladi. Atsi bo'lsa ular o'rinlaridan shumsharishib turib yana yo'lga tushadi. Surgunlar cho'ngsoydan chiqib so'qma tom bilan yasalgan bekatga kelganda munar ustida turgan payloqchi nimanidir deb varqirib edi. Yolg'iz daraxt soyasida maydalarini echib etib, o'ngdisiga yotgan 15 cherikning hammasi darhol o'rinlaridan tang turishib sapga tizildi. Ularning ko'pi nashi chekib olganlikdan chiroylari totirib, choniqiga o'ltirishib ketgan ko'zlari parqirab qolgan edi. Lekin shundaqdimi ular surgunlar o'tib ketguncha o'zlarining kayib ekanligini sezdirmaslikka tirishib sapda qaytib turishdi. Qizlar bu bekatdan o'tib tog' qopdonlariga yaqinlashgan seri uchilariga chekman, beshiga do'ppi kiygan uyg'urlar oziyib, ularning o'rniga ochi molxayli qirg'izlar ko'payishga boshladi. Bu atrofning tabiatimi boshqacha ekan. Qancha yuqori o'rlab tog' ichiga kirgan seri tekchilar bilan edirliqlar boshlanavatadi. Mol o'tlaydigan bu yayloqlarning o't cho'pi qo'yib to'pisini chiqarib atgan bilan buloq bo'ylaridagi chimliqlar atyoz kunlardagidekla ko'kirib turadi. Edir qirlardagi to'p-to'p o'sgan tevilg'lardan boshqa hech narsa yo'q. Ular xuddi yo'lovchilarni uzitib berib, o'zlari keyinda qolgan bo'ynoqlardek qoptalarda yamirab o'sgan edi. Tog' chatqonlaridagi suyi mo'l sayjiralarda osmon bilan bo'y talashgandek inchga egiz o'sgan teraklar, tallar, yov olma o'riklari ko'rinib turadi. Ularning yo'pirmoqlari kuz kelib, qish yaqinlashayotganligidan xabari yo'qdek, bahor oylaridagidek yop-yeshil turadi. Hurmatli radio anglovchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nozugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atadagi programmamizda anglag'aysizlar. Oxirgi vaqtlarda Oqsuning sarayida so'qilgan kumush tangalar nemishqa yo'qolib ketgan desam, uning hammasini Munuxudullah maydalari bilan chochlariga qadab tugitibdi-kanda. Mening erim xurjun ko'rpisini ilib, bahorda Anjan tarafga ketgan. Bo'lmasa mushularga o'xshash kaynimda keladi. Balki bizning iliga palang'imizni anglamay qolgandir. Xudoning mushunda menga o'xshash jabba chekayotgan. Kirmingli quli baqdim. Shunga menga navbat kelmayotgan.